O'sha narxi $2000 turadigan Rabaklin pezosini zaga solib qo'yamiz. Xullas buni oyoqchasi sinib qo'ygan ekan. Bu narsa hech qayerda sotuvda yo'q. Biz buni nima qilamiz? Mustahkamlashtirib 3D printerda yasaganmiz, o'zi uni qo'yib test qilib ko'ramiz. Mana bu bir tomondagi o'ziniki butun. Mana bizni olib kelganlar biz 2 dona yasaganmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir mijozimiz bilan test qilib qo'yib ko'ramiz. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin. Ideal holatga tushdi. Xullas bu oyoqcha bir marta qo'ygandan keyin qaytadan olib olmaydi, chiqarib olmaydi, kirib ketadi. Oyoqchalarni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi aylanyapti. Yangi bo'lgani uchun ozgina qiyirib olyapti. Xullas shunga o'xshash topilmaydigan plastmassa detallar kerak bo'ladigan bo'lsa, 3D print mastersga aloqaga chiqaverasizlar.